Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun rasmiy temadan burun erta o'gin kelayotgan davlat bayramimizni tabriklayman. Hammanglarning bayrami muborak bo'lsin. Allah bizga muqaddas Sharq Turkiston zaminida, o'zimizning vatanida, tuprog'imizda bu bayramimizni tabriklashni nasib qilsin. Amin. Yana rasmiy temadan burun deydigan bir gap. İstihbarat teşkilatları hakkında umumi düşünce degan bir video YouTube kanalıga yollandı. Bunu YouTube'dan ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Chunki buningda deyilgan mazmunlar bundan ilgari ancha-muncha tilga ilingan ba'zi mazmunlarni aniqlikka erishtirishga xizmat qilganligi uchun buni alohida tavsiya qilaman. Xuddi shuningdek, bundan keyin so'zlaydiganlarimizdimi hali ko'p gaplar bu videoga munosabatli bo'lg'achqa buni ko'rsanglar bu keyingi gaplarning tushunishli bo'lishiga foydasi bor. Uning uchun shu o'tgan kuni Facebook'da e'lon qilingan video bilan o'xshash kunda YouTube'da e'lon qilindi. Facebook qo'ymasligimning sababi u biroz uzun bo'lib ketdi, 76 minut. Shunlashqa bu yerda qarindoshlarimizning zerikib qolmasligi, xohlovchilarning YouTube'dan ko'rish uchun uni YouTube'ga yo'llagan. Ba'zilar bu Facebook'ni ham bahrlabdi. Bu nimada? Oldin xitimliq videoning inkas yozdigan yerida. O orqali topsanglim bo'ldi. Endi bugun yana bir tema so'zlashga nasib qilgan Allohga hamd aytish bilan bugungi temani boshlayman. Bugungi tema munofiqlarni qanday tanish kerak. Aslida bu mening kun tartibimda yo'qdi. Lekin sharoitning zaruriyati bilan buni arliqqa qistirishga to'g'ri kelib qoldi. Munofiqlarni qanday tanish kerak? Sharq Turkistonliklar mayli, vatan ichida mayli, chet ellarda bo'lmayli, ma'lum odamlarni munofiq, Xitoy josusi, quloq, xoin deb yuramiz. Go'yo bu odamlar rostli shunday bo'lib qolgan taqdirda ularni o'ltirib deganidek bir xil qizg'inlik bilinib turadi. Ammo ularga nafrat bildirish, ulardan adojuda bo'lish, salom saat qilmaslik, qisqasi nafratimizni bir xil gandicha, tinch usulda ifodalab, dushmanga qarshi kurashning eng oson, eng arzon, eng bexatar turini bo'lsin qilayli deb targ'ib qilinganda bo'lsa, birdinli yilimiz chiqib, ras munofiqmi, emasmi, xudo bilir, pokitimiz bo'lmagan ekan deb til chaynashga boshlaymiz. Pokit jismoniy jihatdagi jazoning taqozosi. Xato bo'lib qolib, uvolik qilmaslik uchun pokit talab qilindi. Lekin biz pokit bo'lgan taqdirdami bir munofiqni o'limga hukm qilolmaymiz. Qilsak bo'ladi, ammo jur'atimiz yo'q. Mayli oshkora, mayli yoshirin imkonimiz yo'q. Unda ekan munofiqlarga nafrat bildirish tashabbusining ko'z tutquni bir xil ma'naviy kayfiyat. Dushmanga ishlaguvchilarga qarata o'tkir nafrat kayfiyati yaratishdir. Agar bizning qo'limizdan dushmanga qarshi bir ish keladi deyilsa, mushkildir. Unda ekan bir odamning ras munofiqmi, emasmi, bu tarafini Alloh bilan o'zi biladi. Uningdan qat'iy nazar, u odam ko'pning nazarida munofiq, jasus, g'alcha deb to'nilgan ekan, uni ma'naviy jihatdan jazolash kerak degandan iborat. Xatosidan qat'iy nazar, bu bizning dushmanga va dushman g'alchilariga madora qilmaydiganligimizni, nafratlanadiganligimizni bildiradi. Buning ma'naviy ahamiyati hargiz qimmatini yo'qotmaydi.
avlodlarga beradigan psixik ta'siri, saboq elish ko'zda tutilganlarga beradigan ma'naviy ta'siri tamoman o'xshash. Bu xuddi hajda shaytonga tosh otganga o'xshaydi. Bu yerga tiklab qo'yilgan tosh faqat shaytonning simvollik vakili. Biz uningga tosh etish orqali shaytondan nafratlanganligimizni ifodalaymiz. Bizning yaxshi odamlarimiz munofiqlarni, jasuslarni taki Xitoy saqchi idorasiga ma'lumot olib mangan vaqtida meli bilan tutib olmaguncha yoki saqchi idorasining jasuslik bo'limida do'plab berayotgan yeriga ustidan tutib olmaguncha ularni alomatlariga qarab jasus demaydiganda qiladi. Pakit masalasini surishti qilishga hozir bizning hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Pakit haqidagi safsatalar bugun bizning shart sharoitimizdan aytganda intayin kulkilik bema'ni gap. Buning mumkinchiligi haqida o'ylab ko'rmaylar, bundaq yo'g'onlabni atqanlar haqiqatanmi birlik tashabbuschisidir yoki boshqa turlikmidir? Naydi gumonliq. Munofiqlar, jasuslar haqidagi paketlar to'g'risida shuni bilish kerakki, bizga bundaq paket faqat Sharq Turkiston shaharlaridan birini dushman qo'lidan tortib olsak, shundaqdimi zarbimiz tuyuqsiz bo'lib, qisqa muddatli urush natijasida tortib olsak, shu shaharlik saqchi idorasining arxivlarini dushman elib qochonmagan yoki ko'ydirib o'tishga ulgurmagan bo'lsa, shu shahar tavasidagi jasuslarga oid paket shu yerdan topiladi. Bo'lmasa Xitoy saqchi idorasida jasuslik bo'limida ishlaydigan milliy saqchilardan birisi haqiqatga qaytib, qo'lidagi jasus arxivlarini oshkorlab etsa, paketga erishamiz. Undan boshqa ahvolda razvedka ilmidagi aqliy yakun usulidan foydalanamiz. Bu mashhur to'qilma razvedchik Sherlock Holmesning obrazidan berilgan amaliyotda Conan Doyle'ning kashfiyoti aqliy yakun chiqarish usuli. Bu delo razved qilgan vaqtida aqliy yakun chiqarish usuli. Ya'ni shu kishining ahvollari munofiq yoki jasuslikka yaqin bo'lsa tamom. Bu bizning hozircha asosimizdir. Ba'zilarning hozirgacha paketga erishmadi falan deganlaridek ason ish emas bu. Bizning jasuslik haqidagi saviyamizning nolga yaqin bo'lishi tufayli Xitoylar oramizdagi payloqchi, ayg'oqchilarni niqoblash, pardozlash, ko'z tutish uchun boshqa turib ketmasin-mi, chiqim tortib yursin bo'g'adak. Chunki biz bu ishga shunday oddiy qaraymizki, bir ayg'oqchi namoz o'qisli bo'ldi. Biz uni imoni komil mo'min deb baholaymiz. 10 tanga iyoni qilsili bo'ldi. Biz uni vatanparvar boy deb maqtaymiz. Birer namoyishga qatnashgan chet ellarda yoki odam yig'ilgan so'rinlarda din, vatan millat temirlarda vijdoni bilan bir necha kalima qaynab so'zlagan bo'lsa, biz uni vatanparvar inqilobchi hisoblaymiz. Shundaqla tili tatliq, ifodalash uslubi yaqishliq qilib biror parcha maqola yozgan bo'lsa, inqilobiy yozuvchi bo'laveradi. Bundaq oson qo'l bo'ldigan xalqqa qarshi Xitoy jasuslik sistemasi hech qanday kuch sarf qilib o'tirimiz kerak. Ana shunda bexud va anvaqtligimizdan foydalanib, ba'zi tuxumi buzuq odamlar, munofiqlarning avlodlari oshkor yo'sinda Xitoy g'alchilarga, ayg'oqchilarga, munofiqlarga chapay yapsimi, ko'nglimizga shak kelmaydi. İnsan psixikasining yoshirin qatlamlari, yoshirin ang haqida ko'p to'xtaldik. Milliy ojizligimizni mush usulda ta'lil qildik. Yana bir qiziq ahvol bor. Umi ana shu yoshirin anga munosabatli. Hadisi fohishi bo'lib ketgan birisining yanida fohishlarni ayblasa, u bir amallar bilan fohishlarning gunohsizligini isbot qilish urinishida bo'ladi. Boshqa bir haqiqiy aybkor yoki asli aybkorni ko'rsatish orqali obyektni ozod qilish urinadi. Bunday urinishlar ixtiyordan tashqari bir xil inkos bo'lib, buni xafalikni o'pchilashtirish yoki xafalikni suslashtirish deb atash mumkin. Uning bunday suslashtirish orqali yeniklatmoqchi bo'layotgani so'zi bo'layotgan fohishlar emas, balki o'zining hadisidir. Nasriddin Afandining xurjun yuttirib etgan gunohini xotin oldida susroq ko'z tutish uchun to'qib chiqqan bozordagi jimi odam xurjun yuttirdi degani amaliyotda xafalikni o'pchilashtirish, gunohni suslashtirish o'yini bo'lib,
Xatning xurujini nim bo'lishi muhim emas. Muhimi o'zining gunohini kichiklashtirish urinishidir. Mana shunda fohishalar haqidagi dahshatli ayblashni sal-pal paskariga tushirish, uning aybini ko'tarishib berdiganga ijtimoiy ilmidan sabab aqtirib bahona izlashlarning hammasida uning kang qo'saqligi, fohishalarga echinish bilan aksicha butun urinishdan maqsad o'zining hadisini aqlash, gunohini kichik ko'rsatish urinishidir. Yana masalan, xotin qizlari yarim yalang'och yuradigan birisi tabiiy holda hijob to'g'risidagi gapning biliga tepishga tirishidir. Uning ta'tirisicha bir fatvoning o'tirib chiqishiga va shu hukmning jamiyatda kuchga ega bo'lishiga arzumand bo'ladi. Bu uning diniy tushunchasidagi mujmallik, toza to'liq tushunmaslik yoki g'arblashgan ilg'orlik tufaylidan tanlagan ko'z qarashining mahsuli emas, balki xotin qizlarning yurish turishi ayblanmaydigan ijtimoiy tartibga bo'lgan ixtiyorsiz intilishning mahsulidir. Xuddi shunday munofiqning avlodlari o'zlarida munofiqlik bo'lganlar ixtiyorsiz yo'sinda munofiqlarni aqlab ketadi. So'zi bo'layotgan munofiqning munofiq deyilishidagi sabablarni yetarlik deb qarag'ili unamaydi. Munofiqlikning shartlarini cho'ngroq qilish o'rnida. Buning bilan o'zining yoki munofiq dadillari do'stlarining sharti munofiqlikka to'shmaydigan bo'lishini, kichik arzimagan gunohlar bo'lib qolishini angsiz yo'sinda orzu qilganligining natijasidir. Mana bularning hammasi yoshirin angning iqroridir. Boshqa davlatlarning pasporti bilan, hatto iqomati bilan fatbat vatanga boradiganlar kishini o'yga soladi. Bu maqola yozilgan vaqt, bu mazmunlar yozilgan vaqt 1999-yil. Bu maqolaning oldingi bo'ligi bu kitobda. Bu ba'zi so'zlar bugun e'tibori bilan biroz ko'nirib qolgan deyishga bo'ladi. Chunki hozir bir davlatning iqomatini olib vatanga borsa tutib oladi. Kishini o'yga soladi. Hech qanday siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan odamlarni suhbatga majbur qiladigan Xitoylar bunda ko'p qatnaydiganlardan foydalanmay qolarmi? Biz Xitoylarning qanday maxluq ekanligini bilmasak edi. Texmo odamni o'yga soladigan ba'zi odamlar siyosiy faoliyat so'rovlarining hammasini bor. Kitoblarda, gizli jurnallarda muborak ismi sharifi ko'zga chirib turdi. Hatto tashkilotlarda rahbariy o'rinda ko'zikdi. Ammo ular daxlisiz berib kelaydi. yoki ularning xotinlari berib kelaydi, hech tahdidga uchramaydi. Bu nima uchun? Balkim ba'zilar ularning chet el pasporti yoki chet el iqomati bo'lganligidan Xitoylar qo'l silishga petin olmagan demoqchi ular. Saudiya Arabistonda bir yuqori darajali Uyg'ur amaldor bo'lgan, ismi Muhammad Shah. Rabitul Islomning burunqi bir raisi. Bu kishining mavjudligidan o'zlari hech xavf his qilgan Xitoylar vatanga borganda uni ast ta'sir qiladigan zahar bilan zaharlagan. Bir zaman o'tganda zahar ta'siridan og'rigan bu odam Amerikaga davolanishga borgan. U yerda dal mushu diagnoz qo'yilgan. Ya'ni ast xarakterli zaharli zaharlanganlik. Va zahar qaytarishning zamoni o'tganligi davolash imkonlarining yo'qligini aytib qaytib ketishganligi. U qaytib kelib ko'p o'tmay vafot bo'lgan. Professor Anvar Baytur Anqarada Xitoy elchixonasiga chaqirtirilgan. U yerdan qaytib kelib, uyning balkonidan tushib ketgan. Xitoylarning keyingi zamonda Turkiya fuqarolarini tutqun qilib, va'dinoma yozdirishlariga doir misollarini demasak ma'lumligimi? Bu mukoni gaplar. Hozirgi vaziyatga uygun emas. Demak, bizning hozirgi zikri kechayotgan apandilarimiz ulardanmi yo'q emas-ku? Bu misollar chet el pasporti tufayli Xitoylar o'zlariga qarshi bir odamga teganmaydi degichilarga kifoya qilar deb o'ylayman. Husayn Janjalilmi bor? Hammangni biladigan. Kanada pasporti bilan, Kanada fuqarosi. Bundan boshqa qatnash voqeasi uqishmaslikdan ko'chada lukchaklarning urib qo'yish tufaylidanmi baxtsizlik yuz bermay qolarmi? Siyosiyda o'yin ozmi? Hamda bu odamlarni ancha xatiri yo'q. Arzimas odamlar hisoblab kichik ko'rib chaqilmayvasi kerak. Degichilar bo'lsa, bundaq apandilarning diqqatiga shularni havola qilamiz.
11-12 yoshlik bolalar maktabdan yangacha Xitoy bolalari bilan urushib qilib, tosh etishibdi. Arada birining teshi bir Xitoy bolasining beshig'i tegib qanoti yutibdi. Shuning bilan buning nihoyat zo'r siyosiy arqa ko'rinishi bor deb hisoblab, Xitoylar balani turmga qamab, qo'rqitib, so'roq qilib, parda qistiki o'rgatgichini taqmoqchi bo'pti. Bu Sharq Turkistonda hamisha uchrab turadigan voqealarning oddiy birisi. Ana shu kichik bolalarning tosh etishini kichik ko'rmagan kichik Xitoylarning zidi past kommunistlarning qo'ypelini biladiganligimizni aytib o'tsak yetarli bo'lsa kerak. U halda Jiang Zemin avlarning yeznisi bo'lgan taqdirdimi siyosiy ishqi sala yemaydigan kommunistlarning buningga sal qaramaydiganligi tushunishli bo'ladi. Bu maqol 99dan 2001-yilgacha oralig'da yozilgan bo'lg'achqa Jiang Zemin deb kechyotdi. Yana ba'zi muhim rahbarlar bor ekan. Ularning bir tuqqan qarindoshlari Xitoyga ishlaydigan g'alcha jasuskani o'zlari bizni ozod qiladigan qo'shinda lashkar beshi ekan. Masxirlik emasmi bu? Ba'zi doiralar inqilobiy tashkilotni quriblar orqadan Xitoyga, u yerdan Sharq Turkistonga bemalol berib cho'glab keladi ekan. Bu shu burunqishlar. Tashkilotlar, vatanparvar omma bularni hech ilg'i qilib o'tirmaydi ekan. Chunki sen gumonliq desangmi, u menga yarab qolgan, menga manfaat o'tgan, yurtishim yoki menga xo'sh-xo'sh deb inovatimni qiladigan yaqinim bo'lg'achqa, men bu yaxshi mijoz aqko'ngil odamni yaxshi ko'raverdi ekanman. Hech bo'lmasa uni jasus deyishda eng qattiq turg'uvchilardan biri, menga yoqmaydigan birisi bo'lg'achqa, uning zitiga sen degandan ta'tirim demam deganda men u yomon degan odamni yaxshi deb turib oladigan gap. Ana shunday. Shunday qilib shaxsiy munosabatlar, siyosiy chek-chegaramizni buzib tashlaydigan gap ekan. Bu qanday stil, qanday milliy tuyg'u, mushunda huquqi bilan bulmuqa aralashib ketgan tashkilotlar bilan, mushunda odamlar bilan bizning ishimizdan umid kutgili bo'ladimi? Ba'zilarning jasuslik sezgirligimizni baholashi hech qanday to'g'ri prinsipga tayanmagan. Ularda jasuslik haqida xuddi sezgirlik yashib ketgandek bir ko'rinish bor. Ba'zilar Uyg'urlarda jasuslik sezgirligi yashib ketganlik deb jarsilayotdi. Ammo Uyg'urlarning jasuslik haqidagi sezgirlik yashib ketish bir ko'rinishdan iborat xolos. Ammo amaliyotda hayotga tatbiqlangan tarafi zodili yo'q. Chunki jamiyatda munofiq yoki jasus deyilib jamoat tarafidan yetim qoldirilgan hech kim yo'q. Atrofingizga qarab qo'ying. Siz yashayotgan shu davlatda yoki shu shaharda jasus, munofiq deyiladigan bir muncha odam bor. Bormi yo'qmi? Cho'qim bor. Ammo ular yolg'iz qolgan bir ish bormi? Hamma odam uningdan chek-chegara ajratib, u yetim qolgan bir ish bormi? Aralashadigan Uyg'ur yo'q. Yo'q. Hamma Uyg'ur o'zaro qaynashib, mehmondochilikni beharoman davom qilib yashamoqda. Shunga jasuslik sezgirligimizdan vaysashga o'rin yo'q. Aksicha, bu haqda xalqni bir oz gumonxo'r bo'lishga chaqirish majburiyatimiz bor. Chunki Uyg'ur millatining butun tarixini aqtirib qarasangiz, gumonxo'rligi tufayli ziyon tortganligiga oid bir misolni topolmaysiz. Dal aksicha, bolalarcha go'lligimiz, oson ishinib ketadiganligimiz tufayli ziyon tortib kelyapmiz. O'tmishda emas, bugunmi ana shu oson ishinib ketishdek soddaligimiz asosiy xususiyatimiz, asosiy xatoligimiz, asosiy ojizligimiz bo'lmoqda. Shunga bizning gumonxo'r bo'lishga ehtiyojimiz bor. Ki bu gumonxo'rlik hozirgidek eg'izni deb qo'ydigan, ammo chek-chegara ajratishga yaramaydigan shaklda emas, uzul kesil yetim qoldirish pozitsiyasidagi gumonxo'rlik bo'lishi kerak. Bizning muhitimiz xuddi hamma yoq minalashtirib etilgan cheklangan rayon naslida. Nega qarasangiz yo'lqish,
Nägil desmekçi bolsanız putunuz astığı toğrulangan hölxişqi duç kelisiz. Bu halda bizning asli tabiatimizdagi bexastalik, salqarash, oddiy chaqlash psixikimizni o'z rolini joriy qildirdi-da, ba'zi so'ralgan savollarning oddiy, hech kimga daxlisi yo'qligiga qarab, hech gumansizla javob berayotimiz. Masalan, Xitoyning ayg'oqchilari, jasus deb qaraladigan o'tirda etova odamlar gapga ochilsa, biz bundan qarasa odatdagi gap. Davrimiz uni. Buni maxfiy etova deb o'ylaymiz-da. Bunchalik ushshaq gaplar bilan jasuslikni bog'lab qarash mumkin emasdek tuyuladi yoki undaq bir tasavvur xiyolimizga kelib boqmaydi. Bu javobimizning Xitoy uchun qimmatli bir axborot ekanligini aqlimizga zararli keltirmaymiz. Shunda qilib angliq payloqchilardan boshqa ongsiz holda axborot beradiganlarmi nihoyat ko'p. Ziyodi ehtiyotkorlikdan ziyon tortgan misollarning yo'qligi haqiqat va ziyoda soddalikdan ziyon tortib kelayotganimiz rost deb qabul qiladigan bo'lsak, u holda gumonxo'rlikning hech ziyoni yo'q. İstihbarat oid kitoblardagi ba'zi misollarda amaliy naq ta'kidni kutib o'tirish ta'kidlanmagan. Aksicha, mantiqiy gumonlar tizimligi o'tirib qo'yilgan. Ba'zilarning kirim ahvoliga uyg'un kelmaydigan darajada pul xarjlashi, izohlash qiyin bo'lgan ta'tillar, shahar kezish, dunyo kezishlar, ko'paygan mol mulkining kelish manbasining mujmalligi, tijoratning tayini yo'q, ammo oliy uylar, isil mashinalar. Ba'zilarda ko'riladigan chekdan chiqqan jinsiy hayot qatorliqlar. Biz bununla öz şart-sharoitimizga ko'ra shularni qo'shishimiz mumkin. Birisi agar izohlash qiyin bo'lgan shartlar ostida chet elga chiqqan bo'lsa, bu chiqishni bugunning yoki shu vaqtning sharoitida izohlash qiyin bo'lgan bo'lsa, gumon qilishga tamoman taqliqmiz. Bundaqlarga ishonayveradigan bo'lsak, haqiqatan burnimiz turib poqyaveradiganlardan bo'lib qolamiz. Qarindoshlar, agar dushman ideologiya jihatdan bizni xalta ko'chaga boshlamoqchi, xatoga yetaklamoqchi bo'lsa, hargizmi qizil bayroqni ko'tarib o'tirib chiqmaydi. Bu insonlarda bo'lsin. Nihoyatda shirin tuyuladigan, yo'lliq tuyuladigan, mantiqilik bilinadigan shakllarda intayin asta va intayin kichik qadamlik burilishlar orqali bizni chiqilmas jangalga boshlaydi. Shunga hadimayli ba'zi sapsatlarni qabul qilaverishdan burun obdarroq tafakkur qilib ko'rishning yarari bor. Qisqasi, munofiqlar haqidagi aniq faktlar to'g'risida gap qilib o'tirish zamon e'tibori bilan bir oz kulkilikdir. Shunga umuman ish harakatida benormal ko'rilgan odamlardan gumonlanishga bo'ladi. Jamoat nazarida to'g'ri yoki xato holda munofiq, jasus atilib qolgan odamlarmi haqiqatdan ancha yiroq emas bo'lishi mumkin. Chunki ata-bobolarimiz shamol chiqmasa daraxt lang'imaydi degan. Amerikaliklarning betamsili bor ekan. Bir narsa g'ozga o'xshash ko'ringan bo'lsa va g'ozga o'xshash ovoz chiqarayotgan bo'lsa, uning g'oz bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. Undan boshqa yuqorida ta'kidlaganimizdek, shundoq atalib qolgan ekan jasus, munofiq deb. Shu bo'yicha muomala qilsak, har holda bizning maydonimiz ifodalanadi. Munofiqlarning chek-chegara ajratish, muomala qilmaslik, ularni yetim qoldirishning g'oyat zo'r psixik unumi bo'ladiganligi haqidagi chaqiriqlarimiz 90-yillarning oxirlarida vatanchilar ba'zi joylarda sinab ko'rilgan. Masalan, ilgari saqchi do'stlari bo'lgan ba'zi yoshlar saqchi do'stini birdala tashlab ketgan. Orqa qatmagan. Yeniga kelib salom qilmasdan ketib qolgan. Natijada bu saqchilarning ba'zilari ma'noni qiyos qilib saqchilikdan istifa bergan ishlar yuz bergan. Ba'zilarining dadillari kelib sababni so'ragan. Gunohi bo'lsa men nomaqbul bo'lay deb yilingan. Demak, munofiqlarni yetim qoldirish tunugunmi, bugunmi biz qila oladigan eng oddiy, eng kuch ketmaydigan kurash shakli bo'lsa-mu, ammo shuni qilolmayapmiz. Yuqorida deb o'tganimdek, bu faqat eg'izdagi quruq gap bo'lishdan qilib, amaliyotga tatbiqlanmagan g'alatilik. Bu yetmayotgandek, endi kelib gumonxo'rlikni aytlash,
goya birlikte ta'kidlashdek ulug' hislatni namoyon qilayotgandek ko'rinsimi, amaliyotda ziyonliq tuyuq yo'ldir. Ya'ni Xitoyning mavzudini degandek shakar yalatilgan zambirak o'qidir. Qarindoshlar, agah bo'laylik. Hammanglarga rahmat.